Amerikanka Optra 9 oy, 10 oy tonirovka, sonsa zashta, 4 ta yangi balon. Shuni obzorini yaxshilab ko'ring. 2018 93700 yurgan notarisi bonusiga ichida qilib berdim. Xudo xolasa ilohim yaxshi kunlarga minsinlar, to'ylarga xizmat qilsin. Bu ham 22 qanichi. Mokriy. 22 mokriy, kraskasi toza. Faqat bamferlarda qirilgan, chizilgan joylari bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 26-oktyabr hafta kuniga yakshanba. Gentra so'raga obunachilar uchun Gentra narxlari bilan tanishib o'tamiz. Doimgidek Rustam aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Sherjon, sog'ligingiz yaxshi keldingizmi? Rahmat aka. Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz Rustam aka kanali obunachilari. Bugun haftani yakshanba kuni 26-oktyabr kuni obzorimiz Sergeli mashina bozoridan bo'ladi, Toshkent shahar. Badrsda ham yetib o'tish kerak, bir xillar so'rashadi. Xo'sh, bugun mana obzorimizda xudo xolasa ikkita oq Gentra, ikkita avtomat Nexus olib kirganman. 4 ta mashinamiz bor. Shundan bittasi sotildi, hozir ma'lumotlarni beramiz. Undan oldin xo'sh, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, aziz vatandoshlar. Bu hafta qancha to'g'risini aytaman. Videomizdan keyin juda ko'pchilikdan telefonlar yozdi, telefon qilishdi. Hamma bilan gaplasha olmadim. Xabaringiz bor, uyda ozgina yig'in bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shu bilan kim bilandir gaplashdim, kim bilandir gaplasha olmadim. Oldindan uzr so'rab qo'yaman. Xo'sh, nima deymiz yana? Xudo xolasa bu hafta bo'shsiz. Bu hafta xudo xolasa mana bemalol o'rtoqlar telefon qilaveringlar. Keyin nasiya savdoni tushuntirib o'tib ketaman. O'rtoqlar, Gentralarga 3000 bo'lsa, nasiya savdo qilib bera olaman. 3000 bilan nasiya savdo. 3000 dan kamiga nasiya savdoni iloji yo'q. Chunki bizda ham kassa degan narsa bor, hisob kitob bor. Bank endi o'zlari xohlagan banklardan qilaversinlar. Menga uni qizig'i yo'q. Tanlagan banklar. Naqdga keladigan bo'lsak, o'zaro kelishib qilaveramiz. Shuning uchun o'rtoqlar, mana shu ekrandagi telefonlarga ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 gacha, musofirdagilar 24:00 dan keyin ham bemalol qarshiligimiz yo'q. Hech qachon telefon qilib aka uzr bezovta qildim demanglar. Bemalol telefon qilaveringlar. Keyin sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar, sotib olamiz. Yaxshi pullarda. Endi hozir mana ko'ryapsiz, dollar kun sayin tushgan bo'lsa ham, lekin bozorda ham narx-navo kun sayin tushgan bo'lsa, ko'tarilmagan. To'g'risi, kimdir bu gapga ishonar, kimdir ishonmas. Misol mana hozir mana sotilgan mashinamiz ham 23-yil. 2023. 23-yil polniy navorot mashina. Amerikanka Optra 9 oy, 10 oy tonirovka, sonsa zashta, 4 ta yangi balon, propan, qanchada aka bu? metan gaz. Mana holatlarini ham qarang. Yaxshi mashina. Mana shu mashina mana Instagramga joylashtirdik. Qashqadaryo viloyatiga sotildi, o'zimizda akalarga tanish, mana shu kanaldan kelib ko'rganlarga $13,000 notarisi bonusiga ichida qilib berdim. Xudo xolasa ilohim yaxshi kunlarga minsinlar, to'ylarga xizmat qilsin. Shunday. Endi nima deymiz? Shu sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Qanaqa mashinalar deganda yana aytib o'tib ketaman. Sparkdan tortib, Nexus, Malibu 2, Cobalt Tracker 1. Tracker 1 hech topolmayman bunda qancha. Bir chiqdi bir akamiz. 120 ming yurgan ekan, probey katta ekan. Savdomiz tushmadi. Bo'lmasa obzorchamiz boshladik. Vaqt cho'zmaymizdan. Shunday. Xo'sh. Mexanikamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 93700 bo'lgan. Kraska holatiga keladigan bo'lsak, xo'sh. Mashinani mana bu yoq tarafdan ko'rsatamiz. Mana mashina kraska bor qancha. Kapot krilo. Kapot krilo mashina kraska bor. Endi egalar nima bo'lgan bilmadim, lekin men kapotlar mana bu yoq toza, mana krilo uchlari toza, mana bu yoqlari, lekin mashina pitno sepilgan. Holati zo'r. Detal almashmagan. Qolgan eshik-peshiklar anu bo'lmagan. Bir akamiz aytdilar-ku, shu 18-ichini yaxshilab obzor qilmadingiz deb. Kommentariy o'qidingizmi? O'qidim. Shuni obzorni yaxshilab ko'ring. 2018 93700 yurgan, propan gaz qo'yilgan 4-pakalikni, 4 ta yumshoq balon, pult, video registratorlari bor. Xo'y, narxiga keladigan bo'lsak, narxini $8700 so'rab turibmiz. 8700 kelishtirib beramiz. 2018. 18 bu. Kuzov 19. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Naqd olsanglar
Men generalniydaman. Ha, Aytgan joylarga olib borib, olib-sot qilib beraman. farqi yo'q. Bank bo'lmaydi. Nasiya savdo bo'ladigan bo'lsa, nasiya savdo Toshkentga kelsanglar, Toshkentda qilib beramiz. Gap yo'q. Shu Yana joyiga endi ozgina pauzachani qilamiz. aha. Nexus'larimizdan boshlab ketamiz. Nexus'dan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli YouTube Rustam aka. kuzatuvchilar, aziz vatandoshlar, G'anisherjon, Ilhom tog'a. Xo'sh, bu haftaga ikkita Nexus'imiz ham bor. Nexus ham bor, Gentraga qo'shilgan. Nexus'larimiz ham bor. Shuning uchun Gentradan keyin mana sразу Nexus'ni boshladik. Xo'sh, bu Nexus'imiz o'tgan haftadan beri turibdi. Aha, oldin ham ko'rsatdik. 19 55 ming yurgan. Xo'sh, naqd nasiya savdo bo'ladi, plus genni ham iloji bor. Hop, Kraskalarga keladigan bo'lsak, kraskalar toza. Mashina gazda yurmagan, lekin texpasportda propanga ruxsat olingan. xohlasa qo'ydirib olsa bo'ladi. Qo'ydirsa ham bo'ladi. Kraskalar top-toza. Mashina chunki bitta shunday mo'yka qilib olib kirilgan. Mana changlari bilan turibdi. Benzinda. Holati juda zo'r. Xo'sh, uzr endi qulplab qo'ydim mana. Endi ichida katta miqdorda narsalar bor. Bagajlarni ko'ring, zapaskalar tushmagan. Avtomat. Holati juda zo'r mashinani. Nech pulida bir Rustam aka? Endi narxini $9200 so'rab turamiz. Aha. $9200 yana kelishtirib beramiz. Yana kami bo'ladi. Yana kami bor. Xo'sh, ikkinchi mashinamiz. Bu ham 22 qanichi. Mokri. 22 mokri, kraskasi toza. Faqat bamferlarda qirilgan, chizilgan joylari bor. Kuzov butun. Praviga 16 ming bo'lgan. Bamferda o'zida qirilgan. 16 ming bo'lgan. Toza. Mashina hisob ma'lumot egan nomida turibdi. Zapaskalar tushmagan, gaz qo'yilmagan umuman. Mana bagaj holatlarini ham oling. Tayyor mashina. Tayyor mashina. Endi bu mashinalar o'zim tanishlarimniki. Mashinanichi mana videoga olganda davlat raqamlari bilan oling. Xalq ko'rsin buni. Bizda aldov yo'q. Borini etib sotamiz. Kraskasini ham, probegini ham Porsche etib sotamiz. Oga odam baraka topsin. Xo'sh, 2022 mokri 16 ming yurgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini xo'sh 10,5 ming so'rab turibmiz. 10,5 ming. $10,500 so'rab turibmiz. Kelishtirib beramiz. Bu mashina через bank bo'ladi. Nasiya savdo bo'ladi. Dastavka ham bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar kimga qiziq bo'lsa, mana shu ekrandagi telefonlarga telefon qilib aytsanglar, xohlasanglar nasiya savdo, xohlasanglar bank, xohlasanglar naqd, farqi yo'q. Qilib beraman. 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham nasiya savdo, bank qilib beraman o'rtoqlar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Xo'sh, yana gapirib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Sparkdan tortib Malibu 2 gacha sotib olaman naqd pulga. Gem bersanglar, gem bo'lmasa oldi sotdi. Tracker 1. Ilhom tog'a, siz ham kanalingizga qo'yasiz. G'anisher, siz ham Tracker 1 lar bo'lsa, o'rtoqlar avtomatidan, Premierdan kimda bo'lsa aloqaga chiqinglar. O'zim minish uchun sразу oldi-sot qilib olaman. Yaxshi narxda. Faqat endi probegi ko'payib ketgan, kraskalari unaqa bo'lsa kerak emas. Iloji bo'lsa yaxshi holat bo'lsa, yaxshi narxga sotib olaman. Bo'lmasa nima deymiz? Bugungi obzorimizni tugatamiz. O'rtoqlar, ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 bemalol, musofirdagilar 24:00 dan keyin ham bemalol. Men o'zimga keladigan bo'lsam, har kuni ertalab 7:30-8 dan Sergeli mashina bozoridaman. Kechqurun 18:00, 19:00 gacha bozorda bo'laman, o'rtoqlar. Bozorimiz har kun ishlaydi. Bemalol kelaveringlar. Gap yo'q, rahmat aka. G'anisherjon, rahmat. Ilhom tog'a, rahmat. Omadinglarni bersin.